Ichak kasalliklariga ajoyib davo bo'luvchi hamda ichaklarni yemirilishlardan to'xtatuvchi, 12 barmoqli ichaklardagi yaralarni yo'qotuvchi, oshqozon faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi, oshqozonda gastrit, entrit kabi kasalliklarni davolovchi va juda ham o'zining shifobaxsh xususiyati bilan tanilgan azizlar, podorojnik zufturun giyohi bo'ladi azizlar. Zufturun giyohining juda ham foydali xususiyatlari ko'p. Yaralarni tezroq bitirishda, yallig'lanishlarni kamaytirishda, yo'tal va shamollashlarga ajoyib ta'sir qiluvchi, oshqozon va ichak faoliyatini tinchlantiruvchi, qon ketishini kamaytiruvchi, teri qichishishini yo'qotuvchi va immunitetni qo'llab-quvvatlashda azizlar juda ajoyib ta'sir qiladi. Undan tashqari, agar mana shunday sviji podorojnik zufturunni siqib suvi gemoroyga qo'yilsa, gemoroyga juda ajoyib ta'sir qiladi azizlar. Ichilish tartibi juda oddiy, juda oson. Mana shunday podorojnikni olib, soya joyda quritiladi va yarim osh qoshig'i 200 gram qaynagan suvga damlab qo'yiladi azizlar. Sovitilgan holatda och qoringa bir marotaba iste'mol qilinadi azizlar. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Podorojnik giyohi, zufturun giyohi azizlar. Ishlatingizlar, qo'llab ko'ringizlar azizlar. Shifo Allohdan.